Yettincisi, saqliqni saqlash markazida qaysi qon tekshirishlarni qila olamiz? Bu nihoyat muhim bir qism, lekin hozir ishlash vaqtim to'shay deb qolibdi. Ana ishtik bir qur deb o'tay. Buni keyingi videolarda qayta bir kengaytib so'zlayman. Hozir meyadim xil tafsil deb qo'yman. Buni odatda to'rdan izlasam oson topa olasiz. Lekin men to'rdan izlasam oxirgi qitimqi izlaganimda o'tgan yildagi sog'liq ocağıdagi tekshirish natijalari nimalarini chiqarib qo'yibdi. Onun için bir qanchani jiq yozib qo'yibdi. Hozir uni ba'zini chiqaryapti. Masalan, vitamin D ni chiqaryapti, folik asidni chiqaryapti. Lekin yana jiqlari bor. Men mana ostida mashla shu mazmun shu. Aç qo'saq qon shakerini ko'radi. Shu atin aç qo'saq kilo deyish sabab shu. Endi 3 oylik qon shakerini ko'ralaydi. Türkçesini yazıp koydum. Sizin qan grupingizni ko'ralaydi. Hemogram deb bir qon tekshirish bor, uni ko'radi. Uning ichida qizil qon, oq qon damchilarining jiq ozligi, qon plastinkalarining qandaqligini bilalaydi. Qansizlik bormi, yo'qmi, uni bilalaydi. Ham uning ichida ba'zi narsalarni oldinlar mo'ljallik bo'ldi qon jihatiki. Yalloq bormi, yo'qmi degandeklarni-chi. Yana biokimiya qon tekshirishda bir tekshirish bor. Bu tekshirish orqali hammasi qonning ichida bo'ladi-chi. Bir qitim qon ilishdan chiqadi. Jigarning roli, o'tning roli, oshqozon osti bezning roli, böbrek va boshqaning rollarini ko'gil bo'ldi. Türkçesini yazıp koydum biyokimya deb. Karaciğer, safra, pankreas, böbrek fonksiyonları depçi. Ma gaplarni Türk doktorlar ko'rsatsangiz tushundichi. Nimada qaysini ko'rish kerak ekan bilalaydichi. Men keyingi videolarda mana har bir tibbiy atlashtini chiqarib qo'yman, qiziqqanlar aşağıda yoqda ko'rsa bo'ldim da agar işte huquqal deganlarchi. Lekin doktorga, sog'liq ocağı doktorlarga mashlarni bir ko'rib qo'ygin deb türkçesini ko'rsatsangiz tushundichi, qaysini ko'rishlarni lazım. Endi yuqumli kasallik bormi yo'qmi ko'ralaydi. Masalan, AIDS kasalligi, jinsiy yo'li yuqumli kasalliklari, yuqumli jigar yalloqlari, masalan, C tiplik, ya'ni C tiplik jigar yalloqi, B tiplik jigar yalloqi deganda yuqumli kasalliklarni ko'ralaydi. Qandagi yalloq ahvolini ko'ralaydi. Revmatizm shubhasi bormi yo'qmi, uni bilalaydi. Ikkisini ayrim yozib qo'ydim buni. Homildorlik bormi yo'qmi, uni bilalaydi. Qandagi tumor ahvolini, tumor tilab berin deb qo'yamiz ba'zida. Shu bek muhimchi odatda, bek asonchiq kishilarda tumor kamlik sababdan qansizlik paydo qoldi. Uni ko'gil bo'ldi. Kalsiy, natriy, kaliy, magniy, fosfor, xlorlarninki ahvolini bilalaydi. Buni yoshlarda, o'rta yoshlarda cho'ng masala chiqmaydi. Lekin natriy, kaliy, magniy, fosfor, xlor deganlar ba'zi suyak kasalliklarda, ba'zi böbrek yetmezlik kasalliklarida ko'rilgan narsalar. Cho'ng illaki uni hammasini ko'rish shart emas. Doktor sizning badan ahvolingizni qarata, uni qaror berdi. Uni aqlini deb o'tamiz. Qandagi may, xolesterolning ahvolini bilaydi. Uni qanda may jiqlab ketdimi? Buni ko'gil bo'ldi. Qalqon son bez rolini ko'ralaydi, tuvanlik ikkisini ko'radi. TSH bilan T4 degani shu orqali qalqon son bez qanday ishlaydi shuni bilalaydi. Onun sir texmo detalli, texmo inchki tekshirishlarni ham cho'nroq doktorxona, boshqa doktorxona, cho'nroq doktorxona qilish kerak shu bilimda. Ma'zi bezida o'sma bormi, rak bormi, uningki bir shubhasi bor. PSA deb bir tekshirish bor, uni ko'radi. Bularning hammasi qanday ko'rdi, hozir davat qildim hammasi. Muskullarning erish ahvolini ko'ralaydi. Buni ba'zi chiniqqan kishilar, badani qattiq og'ir ketgan kishilar, yana ba'zi muskul kasalliklari shularga qo'shimcha ko'rdi buni. Ilgari vitamin D, B12, yupurmak kislotasi, yana folik asid deganlarni o'lchalaydi, hozir ularni chiqaribdi. Yana ba'zi boshqa tekshirishlar bor, ularni chiqaribdi. Ma oxirgi 2022-yili mana mana shu narsalarni ko'ralaydi. Balkim bir ikkisi kam qolgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pingisini yozdim deb bilaman. Bu qon tekshirish orqali bemorni badan xili ko'p uchurlarni egalligi bo'ldi. Masalan, badanning umumiy ahvoli, so'zilma kasallik bormi, yalloq bormi, qansizlik bormi, jigar, o't, böbreklarning qanday ishlayotidi, ularni bilgili bo'ldi. Bir oldin bir shubhalarni bilalaymiz. Yaxshimi, yomonmi, boshqa ahvollar bormi, yo'qmi debchi. Lekin bir narsani bilib qo'ying, uni shu demoqchi o'g'limni bu bir qonni tekshirdi, masalan, mana ustidagi jigarning bir ACT deb bir tekshirish bor. Men ACT misolga ACT yaptım. O qonniki bir tekshirish jigarni ko'rsatdi, lekin cho'qimlam jigar emas. Yana boshqa kasalliklar bilan qo'shimcha buni analiz qilish kerak-ku. Bemorning ahvoli, burun nim kasal bo'ldi, dori yevatamdi. Aslida hammani umumlashtirib analiz qilamiz-ku. Herkes birini tekshirdan sen ma yo'qkan, yo'qkan deb degil olmaydi-ku. Doktor ashuni o'ylashib turib, hammasini birlashtirib analiziga bir natijani deb berdi. Şuna ba'zi bir qarindoshlar bor. Boshqa yerda qon tekshirish qilib, men avatib berdim. Men avatib doktor men sog'mikanman deb so'raydi. Qanimda masala bormikan deb so'rasa, tamam, u savol to'g'ri. Qanda ya masala bor, ya masala yo'q. Faqat qonning ustidagi benormal ahvolni deb bera olaman. Ammo bemorning o'zining ahvolini bilmagicha, uni ko'rmagandan keyin hargizmi
sen bunun bedeninde ma yo'qki, a yo'qken dep demeýme dedi. Faqat tekşürüş netijeňiz siz maňa öwretken netije bir normallyk barken hemsi normalken dep onu jogap bermäçi. Amma bir bimarny bir başda ahry bir bağa goýuş üçin bimardan bir mun soradan suallar bar, kan tekşürüşlerini goşumça kılıp tekşürmez. Anandan keyin bu kişiler ya kesel barmy ýokmy, ya biz keyin nimeler dikkat kılış gerek şularny maslahat bereleymiz. Bu kısımda sal jyhrak sözledim, lekin buni keyin ýene täpsili ýene dep ötüşüm mümkin keyin pursat bolgan çagda. Amma saglyk ojagynda maş tekşürüşlerini kılalaydy dep bilseň boldy. Kan tekşürüşdi, kan ilişdi. 8-nji ýokarky tekşürip bagamy çokum goýamdy. Ha, togra. Buny aldynky videodan biraz dep ötkendik. Bu tekşürüşlerini siz saglyk ojagy berip hem alan kylma dep barsaňyz hiç kim gyp goýmaýdy. Çokum aşa birinji şu ýerde tiziňizden doktoruňyz buluş gerek. Bu birincisi. İkincisi, ikametinız ýerinde buluş gerek, çünki sistem kirgizde emasmy eger tekşürüş karar berilse. Üçüncüsü, ýene birisi doktor sizin bedeninizde alametlerini körüp bakady. Sizni sorap bakady. Nim bar, nim ýok, nim üçin tekşürse, ya başga bir bölüm doktor talap kıldymy? Ya komsa hakikaten bedenin malum bir alamet barmy? Şularny soraýdy. Hergizmi kelgen kelmesine kyn tekşürip goýdy. Bunda kılmaýdy hergiz. Siz şu bimarga tokta menin jigirimde burun mesele bardy, ýaxşy işlemeýdi, bir gaýta ukyp bakay dedim. Şoň seni qeşin keldim dep bir ahwalan deýsiz. Hem rastna rast diýiş gerek. Şeker keselim bardy. 3 aýna ýax şekerim kandak ketip bardy, ukyp bakym bar dep deýsiz. Andan keyin doktor şu ahwal qarap, andan keyin şu nimlarni kirgizdi. Bolmasa ämmesi bir ahlam emdi çaqçaqyp desek, ämmini bir ahlam tekşürmez desek, o çagda siz mesela ä kişiden bir kirse, hamil teslimimi qarkyýyk kyldygan misal qilib deyapman. Ýene bir 30 ýaşly bir kişi kelse sende ma nima qanya 30 ýaşly bir ä kişi kelse sende mäzbesi ösmüs barmy ýokmy dep onu qarap oltamaydy-ço. O bikadym saglyk säýe işiga ýükü kaldy. Ziya neymiz emdi? Israp qanlyk bolýarçy. Şoňa bir doktor bilen mesela nima almaşdyryş, pikirleşiş äň muhim da. Özüň ahwalyňyzy ýaxşy düşündirälsäňiz, şunça täpsili körüp goýdy. Kan tekşürüşini täpsili qyp goýdy. Anda ýene birisi şu merkezniki kan aldygan küni hem wagty boldy-çy adetde. Çoňrak A derejelik sınıf aile saglyk ojaklary adetde her gün aldy dep bilmem. Onun kiçikrekleri düşenbe, seyşembe, çarşembe. Yine mesela bizniki ýeňi içilgamýaýçy. Tekşürüşlerimiz emmiz okşaş, ama nimesi az bolganki, bimarlar az bolganki, şoňa bizde pakatlam seyşembe, peýşembe gün etkini kan alymyz. Şoňa ony çokumlam aşy sizniki tizmatkan şu saglyk ojagy doktory enek soraşyňyz gerek. Kaçan kelip kan tekşürsek bolady? Kaýsy günler aldy, kaýsy saate aldy, kandak kilişim gerek, aç gysakmy, tok gysakmy, aşy enek sorasaň bek ýaxşy boldy. Ya ben klipden kan tekşürüp geldim deseniz kıvılmaydı. 9-njysı sağlık saklaş merkezindeki kan neticeleri kaçan çıkıyordu? Toğruluk derisi kançılık. Adette bu mesela düşem gün aldı. Bizim yani misal desek seyşem gün aldık. Çarşem günü düşten keyin çıkıyordu. Çarşem günü düşten gelsek takım toğru boldu. Çünkü bu kanlar emisini ap bolgandan keyin onu bir merkezlik evetimiz uya tekşürdü. Andan keyin sistemi kirgizdi. Adette şu bir yarım gün ketip kaldı. Adetde şu siz kan bergen çağda şu kan algan sestra, şu sağlık ocağı sestra sizge dep berdi. Netice 3-den kilip doktorda ewasan bolu dedi. Men bazı Irak'tan kelgen uýgur kyrdaşlarga aplik bolsun dep WhatsApp'ni evetip berme. Eger keselik op kalsa çakyrma adetde. Kelen körüşle dep. Dorlap çoğ mesele bolmasa adetde Wada sistemden resim kesip evetip bermek. Özüm adetde ena bizden köreleydi. Kilip tekrar bir körüşüp paramlasak tek ýaxşy boldy. 100 turany tekim ýaxşy mesletden beýgil boldy-ço. Adetde kilişini täwsiýe kılma, ama kilemä kalan kyrdaşlarga adetde tordan ýardam kılma. Emdi bunun toğry netijesi %99-95 aralygyda boldy desek boldy. 100 digili hiç kim 100 diýemedi. Çoň doktorhanyň 100 dep bilenmeýdi-ço. Ama näit az wagtda hata çykdy. Eger netijeleriniz şübi tugulsa, mesela kan tekşürdük, sizin karşısında malum bir neticede mesele bar, kilip açtı sağlık ocağı doktorda mesele sordunuz, doktor Recep bu bir normal çıkıptı bu desiniz. Eger şübiriniz bolsa, o doktorda bir tane cezimleştiriş için kayıt bir kanil tekşüresle yakumsa, başka bir doktor kan tekşürüp baksın boldu. Lekin adette %99-95 kişiye toğru çıkdı. Onu bek ensirep ketmem. Hatta bir normal çıkasa, siz kütmegen bir ziyade kansızlık ya komisa bir ziyade bir mesele çıkıp kalsa onu çokum doktorun sizge eskertdi. Kaydı bir tekşürüp beqiş ya komisa çoğrak doktorhan beriş täwsiýe kıldy.
10 sual saqliq saqlash markazida tekshirgan qanotligini qayerdan ko'ralamdi, boshqa doktorlar ko'ralamdi. Ha buni ko'ralaysiz. Enabız degan o'zini ko'ralaysiz. Chu enabız abayman deb o'tgan 5-dagi shuningni ko'ralaysiz. G'oyat osonchu. O'zingiz tushunamisizmi? Uni biror doktorlik qiladigan qarindoshlarga rasm kesib aytsangiz sizga tushuntirib qo'ydi. Ya bo'lmasa, tekshirib bo'lganki, siz kelib doktoringizni kelib avvalsin bo'ldi. Men odatda bemorlar kelsa nima qilib berman. Qog'oz shakl tayyorlab bermoqchi. Ishimiz qo'lda bo'lsin, daftar qilib ratlab olsin. Foydasi bor shunda qilganiki. Tavsiya qilmayman. Doktoringiz sizga deb berdi. Agar aplik bo'lsa, qog'oz urib chiqib berdi. Ya bo'lmasa, agar siz e-nabz sistemasida boshqa doktorlar bilan shu uchurlarni ham bahrilanaman degan tanlasangiz, o chaqda boshqa doktorlar ham ko'ralaydi. Lekin o cho'qim davlat ishlarda ishlayotgan doktorlar ko'ralaydi. Xalqan bir shaxsiy doktor, kichik doktorlar ko'rib olmaydi. Yoki masalan, doktor bo'lmagan doktorlar o'zini doktorda bo'lganlarni ko'ramaydi. Onunğa telefonunuzu berib, ko'rgin desang ko'rdi. Ammo sistemadan masalanga cho'qim davlatda anga olgan rasmiy doktorlar ko'ralaydi. Ammo yo'q, boshqa doktorlar ko'rmasin, faqat oila hekim doktorim ko'rsin desangiz, o chaqda faqat o'zingiz oila hekim doktorlar ko'ralaydi. Boshqa doktorlar ko'rish uchun sizga bir tanliq qisqa uchur qiladi, sistemdan qildi-chu. Ani bir maxfiy nomer bordi. Ani o maxfiy nomerni shu doktor avat bersangiz, aninikin ko'ralaydi. Nima gapimsa? Murakkabdek ism qildi o'zim. Mushu 10 savolga bugun mushu 10 savol javob berildi. Ishlash vaqtimiz tushib qoldi.